Kundan kunga zamon rivojlanib, shahar shovqinidan charchab, inson shunaqa joydan hovlisi bo'lishini istab qoladi. Chunki shahar gavjumligidan sal narida, lekin baribir hammasi yaqin. Daraxtlar soyasi, salqin havo, tinchlik. Odam shunaqa joyda yashasa, boshqasi kerak bo'lmay qoladi. Bugun aynan shunday joy sotuvga qo'yildi. Hovli 4 sotiq, 5 ta xonali, bitta sanuzel, 2 ta xonasi yashashga tayyor. Qolganlari korobka holatida. Jihozlarni olib ketishar ekan. O'zingiz xohlagancha bezatib, to'ldirib olaverasizda. Uy pishgan va xom g'ishtdan aralash materialda qurilgan. Gaz bilan isitiladi. Ha, albatta, gaz, suv, svet hammasi bor. Joyning atrofida esa maktab, bog'cha, masjid hammasi yurib boradigan masofada. Ko'chalari jim, havo tiniq, daraxtlar soyasida salqin o'tirasiz. Xohlovchilar uchun bu joyni dacha yoki basseyn biznesi sifatida ishlatish ham mumkin. Eng e'tiborga molik joyi, ya'ni narxi $39,000 baholashyapti. Yoki mashinalaringiz bo'lsa, barter ham qilaveramiz deyishdi. Ortiqcha yugur bo'lmas ekanda. Egalarning raqami shundoqqina ekraningizda. Birinchi bo'lib bog'laning va vodiy havosdan chiqdim desangiz, yana kelishtirib berishadi. Bu havo salqin joyimizning manzili Dang'ara tumani, 3 uylik ko'chasi 28, mo'ljal tamojniy sklad yaqinida. Hovli yoqdimi? Yoqqan bo'lsa sizdan bitta like-da, akam, opam, shu xonadonni barcha yaqinlarga ham ulashib jo'natib qo'ying.